Men bu asli 2016-yılı şu G'oljininki Dongmahallada meninki işte bir dadamlarning, cho'nglarning tanishtirishi bilan bir qiz bilan tanishib, Indilarda o qiz keldi. Biz 2016-2017 kirgan vaqtida Turkiyada nikoh qildik. Nikoh qiliblam, ananiki nikoh 3-kuni at degan shunda qiyochi olib ketdi. To'porchilik qilib ketdi. Shuni bilan voy nima bo'ldi desam, voy mustasini siz bilan nikoh qildi deb Aşı G'oljininki Anjanjuninki meni aş nikoh qilgan qizlarni bisim qilib aş qonunsiz nikoh qildim, ming junjudan xatamay deb aş akir ketib 2017-yil 1-oyning 27-kuni opam dadamni ya'ni aşı qizlarni akir ketib u qizlar ikkisi lagerda yetib chiqib hozir to'y qilib ketdi. Xudoyim baxtini bersin deyman. Bundan keyin opam dadam mana shuning ma'nosini hozirgacha aytyapti. Men aşçaqlar igi chiqay desam Oşçaqlar adam shundayliqindek men bir tipirlab ketgandim. Shu chaqlar adam jim o'tasaqam sening ishingdan ke, sen jim-jimay ashaqda deb, lekin adam yo'qolib ketdi, adam lagerlarga kirib chiqdi.